Sizlar bilan Garaj 21 o'z. Bugun biz Cobalt narxlarini ko'rib chiqamiz. Biz bilan uzoqlashmang. Bizdan uzoqlashmang. Yangi pachka Cobalt sizlar uchun. Biz bilan uzoqlashmang. Keyin aytgancha like, podpiska, komment, obuna bo'lishni unutmang. Xo'p, Cobaltga keladigan bo'lsak, 2023 oxir 2024-yil boshi, yangi o'sha 2023-2024-yil changlari bilan birga turibdi. Stansiyasi yaxshi hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan, maslagina umuman haydaganlar 335 km yuribdi. Shu Andijondan tikka bu yoqqa haydab kelgan bo'lishlari mumkin. Yana ozroq haydagan bo'lishi mumkin. Shunday bo'lishim bozorga olib chiqaman deb qilgan bo'lishlari kerak. Changlar o'sha 23-yilgi changlar bilan birga turibdi. Balolar kelsa, balolar ham yangi o'sha qanday holatda bo'lgan bo'lsa, o'sha holatda turibdi. Salonlar holati ham o'sha turibdi, hech qanaqa magnitofon, qo'shimcha qurilmalar hech narsa qilinmagan. Avtomat korobkalari bor, chexol poligi o'sha paketlari sveji o'sha 2023-2024-yil hidi kelib turadi. Orqa tomondan ko'rinishlari shu stansiyada yaxshi hech qanaqa kraska o'sha aytganimizdek yangi masala sveji bo'lganligi uchun hech narsa qilinmagan. 335 km yurganligi hisobiga. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, uni narxini qanchadan o'ylaysizlar? Uni narxi 150 million so'm, 148 larga tushib beriladi. Agar kimgadir qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerga yozib qoldiramiz. O'sha nomerlarga telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga kelishib beradilar. Sizlar uchun Cobaltning svejisi 2025-yilgisi. Svejigina turibdi, hech qanaqa ayblari yo'q, umuman kraska yo'q. Polni hamma narsasi yangi svej masla. Shunaqangi sveji deydi-yu. Shuni olib haydash kerak, tamom, bosish kerak. Buxanka, yangi buxanka, issiqqina chiqqan buxanka. Hech Cobalt shunaqa buxanka deyillar. O'shani hisobiga. Balolar ham shu yangina turibdi. Salonlar holati ham uda вообще konservatorlarni bosib qo'yibdilar, monitor qo'yganlar, chexol polik qilganlar, как положено. Urinanga Skorsga alohida e'tibor berganlar, rulga keyin mejgar pultlari ham bor ekan. Adashmasam bo'lish kerak. Hop, orqa tomondan ko'rinishi va shu udarma go'shtligi ham shu karbonat laminat qilganlar. Alohidagina tema birtas. Udar ko'rinish uchun Chevrolet emblemasiga qoradan laminatsiya qilib o'rganlar, yaxshi ko'rinish uchun farlar o'zgartirish kiritganlar. Narxiga keladigan bo'lsak, 170 million so'm deyaptilar. Hozirroq kelishamiz deyapti. 1-2 kun o'tib beraman deyaptilar. Kimgadir qiziqadi bo'lsa, pastda nomerlarga yozib qoldiramiz. O'sha murojaat qilishingiz mumkin. 2023-yilgi Cobalt stansiyalari yaxshi turibdi, motorlari cho'tka turibdi, metallari bor. Alohida e'tibor, hech qanaqa ishlari yo'q, ranglari toza, bitta orqada ozroq petnochasi bor, uni ko'rsatib o'tamiz. Qolgan stansiyalari yaxshi turibdi. Balonlar va shu Mers bilan kalpakchilar, Mers kalpakchilar va shu udar ketgan, alohida bir tema. Akam salonga alohida e'tibor berganlar, chexol polikchalarni qilib, va shikarni qilib, monitorchalarni ulab qo'yibdilar. Shu udargina maza qilib o'tirasizlar, maza qilib, как va Instagram uchun storychalarni oling, qizchalar bilan qo'rishchalarni ushlashib ketadigan mashincha bo'lgan. Sizlar bilan Garaj qayta. Orqa tomondan ko'rinishlari yaxshi turibdi, stansiyalari yaxshi, keyin avtomat korobka esdan chiqdi. Euro Tour metallari bor. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 145 million deyaptilar. 1-2 so'm o'tib beraman deyaptilar. Где-то 2-3 million so'm o'tib beradilar. Kimgadir qiziqtiradigan bo'lsa, pastda nomerga yozib qoldiramiz, o'shaga murojaat qilishingiz mumkin. Keyin mana shu yerda ozroq petnosi bor ekan, esdan chiqdi. Mana shu yerda ozroq petnosi bor ekan. Aybi faqat shu, boshqa aybi yo'q. 2024-yilgi oq Cobalt stansiyalari shu udur toza turibdi. Hamma narsa 38 ming kilometr yurgan, hamma narsa kreditga ham beraman deyaptilar, narxga ham farqi yo'q, kreditga ham bo'lib beraman deyaptilar. Ular toza, motorchalar va shu udar shikarligina turibdi, hech qanaqa ayblari yo'q. Salonlari ham cho'tkagina turibdi, magnitofonlari ham yaxshi, o'sha radniy magnitofonlar turibdi, avtomat korobka, udar, chotka, moshina, devon hammasi yaxshigina turibdi. Hech qanaqa mejgaportlari yo'q, lekin salon yangi hid kelyapti, salonda chiqqan yangi hid kelyapti, o'shanaqadan olishingiz mumkin. Nazar qilib berasizlar. Orqa tomondan ko'rishlari yaxshi stansiyalari. Aka metan dedingizmi? Benzin, ha? Xo'p, benzinda yurar ekan, hech qanaqa metan yo'q. Narxini 100 yo'qsa kelib beramiz. 50 yo'q. Narxini 150 dedilar. Ozroq o'tib beraman, 1-2 million so'm o'tib beraman dedilar. Kimgadir qiziqadigan bo'lsa, nomerlar qoldiramiz, o'sha nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. 2021-yilgi avtomat korobka oq Cobalt
sizlar bilan ko'rishingiz mumkin. Motorlari yaxshigina turibdi, shunaqa aybi yo'q, hech yo'q, ishlari yo'q, yangigina turibdi. Krashkalar yemagan, hammasi chotka turibdi. Balonlar holatini o'zingiz kamerada ko'rib turishingiz mumkin. O'zingiz baho beringlar. Bu yog'ini sizlarga qoldirib. Salonlar holati yaxshi, chexol polik bo'lgan. O'sha zavodskoy magnitofonlari bilan hech qanaqa qo'shimcha shunaqa qilinmagan. Xo'p, orqa tomondan ko'rinishi hech narsa bo'lmagan, hammasi chotka turibdi. Sastina yaxshi, hech qanaqa ishlar bo'lmagan, hammasi yaxshigina turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak 135 million so'm deyaptilar. 1-2 million so'm o'tib beradi. Agar kimgadir qiziqadigan bo'lsa, shu Cobalt'imizga pastda nomerlar yozib qoldiramiz. Murojaat qilishingiz mumkin. Va kelishib olasiz. Bizning nomimizda chiqasiz, 1 kilo o'tib beradi. Siz bilan garajiga mabur.